Duo anatomiyasi. Birinchi bob. Har lahzamiz va hamma narsamiz bilan doim Allohga muhtoj bo'la turib, undan so'rashni odat qilib olmas ekanmiz, oddiy tilanchiga aylanamiz. Ayvonimizga bir juft kabutar in qurgan yillar yodimga tushdi. Avval o'zlari qurgan iniga 2 dona tuxum qo'yishgan. Keyin tunu kun tanaffussiz navbat bilan tuxumlarni bosib o'tirishgan. Bir kuni shiringina polaponchalar tuxumni yorib chiqishdi. Voqeani rivojini kuzata boshladik. Ona kabutar oziqlanishga chiqqanida polaponlarining boshida otasi, ota kabutar oziqlanishga chiqqanida onasi poylab turar, bolalarni bir lahza bo'lsa ham yolg'iz qoldirishmasdi. Kecha-kunduz juftning biri polaponlarini qanotlari ostida istar ekan, ikkinchisi atrofda qorovullik qilayotganini ko'rib qolardik. Biri zarurat uchun inidan chiqar ekan, ikkinchisi darhol navbatni qabul qilib olardi. Har kuni ertalab tongning dastlabki nurlaridan avval kabutar polaponlari oziqlanayotgan ovozini eshitar edik. Lekin kunduz jaziramada goh-gohida bo'lsa ham ota-ona kabutarlar inini bir paytning o'zida tark etar va polaponlari yolg'iz qolardi. Tut to'kayotgan kunlardan birida ishdan kelgan zahoti polaponlarni ko'rishga yugurdik. Biroq ne ko'z bilan ko'raylikki, kabutar bolalaridan 2-3 ta qonli pat qolgandi xolos. Atrofda kezib yurgan ola-qarg'alar ota-ona kabutarlar inda yo'qligidan foydalanib, polaponlarni yeb qo'ygan deb o'yladik. Bir necha kun shu hodisa ta'sirida yurdik. O'sha sho'rlik qushchalar doimiy ravishda ota-onasining himoyasi va oziqlantirishiga muhtoj bo'lganidek, biz ham shayton va ming xil xavf-xatar oldida doim Allohning himoyasiga muhtojmiz. Haq subhanahu va taologa yolvorishimizning asosi vaqt-vaqti bilan buni unutsak-da, Allohga har doim muhtojligimizdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda undan yeru osmondagi jonzotlar so'rarlar. U har kuni ishdadir, deya marhamat qiladi. Soya mavjud bo'lishi uchun nurga muhtoj bo'lganidek, miyamiz neyronlarining har zarrasining harakatlanishigacha hamma narsamizni Alloh yaratgan. Tabiiy kuchlar deyiladigan ilmiy atamalar Allohdan mustaqil ravishda ishlaydigan kuchlar emas va barcha charxpalaklar birgina Ilohning hukmronligi hamda boshqaruvi ostida ishlaydi. Bizga ochlikni ham, uning ortidan talab qilgan to'qligimizni ham Alloh beradi. Ko'nglimizning ehtiyojini ham, bu ehtiyojni aritadigan hamrohni ham Alloh belgilaydi. Barcha o'simliklarning barglarini qat-qavvatlarigacha Alloh shakllantiradi. Koinotda Allohga muhtojlikning xos bir vaqti yoxud cheklangan shakli bo'lmaydi. Biroq biz Robbimizga shak-shubhasiz, shartsiz muhtoj ekanimizni qachon yodga olamiz? Zilzila vaqtida uyimiz tebranganidami? Cho'lda ilojsiz qolib ochlikdan tizzalarimiz qaltiray boshlaganidami? Urush bombalari ostida o'lim xavotirini suyak-suyagimizgacha his qilganimizdami? Nimalar bo'lishi mutlaqo noma'lum kelajakka qarab yordam va himoyaga muhtoj mavjudotlar o'laroq ilgarilab boryapmiz. Bu mavhum holatimiz bizni Robbimizga bog'lash bilan birga har doim yaxshilikni so'rab, yaxshilikka intilishga yo'naltiradi. Dunyoda har qanday natija aniq bo'lsa, na bir narsani so'rar va
na qo'lga kiritishga uringan bo'lar edik. Izlanish manbai mavhumlikdan tug'ilayotgan umiddir. Mavhumlik majbur qilgani sari bilmaganlarimizni o'rganamiz va maqsadlarimizga erishishga harakat qilamiz. Boylikni qayerdan topishni, aql-zakovatni qaysi dori bilan miyamizga singdirishni tug'ilishdanoq bilganimizda, hab dorimizni bir nafasda yutar, cho'qqiga bir urinishdayoq chiqib olgan bo'lardik. Keyin esa hayotimizning qolgan 95% harakatsiz, bema'no va bemaqsad o'tib ketardi. Hayvonlar yer yuzining xizmatkorlari hisoblanadi. Haq taolo hayvonlarning vazifalarini zaruratlariga tobe ravishda yelkalariga yukladi. Ari asal paydo qilmasa, sigir sut bermasa, yashamagandek bo'ladi go'yo. Odamzod esa yer yuzining xizmatkori emas, boshqaruvchisidir. Odam bolasining yaratilishdan maqsadi koinotning egasini kashf etish va unga bandalik qilishdir. Uning sha'niga munosib ilohiy san'at asari bo'lishga harakat qilish va koinotning samarasini yuksak axloq bilan namoyon qilishdir. Boshqa jihatdan insonga ham oziqlanish ehtiyoji berilgan, toki hayvonlar ta'm, mazza zavqini his qilganida odamlar shunchaki qarab qolmasin. Bu zavqni his qilish yo'li bilan koinot saltanati sultonining ikrom etguvchiligini anglashdan mahrum bo'lmasin. Shukrini chiroyli tarzda taqdim eta olsin. Yoxud yaratilish maqsadini kashf etolmagan inson yer yuzida bekor qolib ketmasin. Hech bo'lmasa mol-dunyo, maqom-martabaning ortidan quvalab dunyoni obod qilsin. Biz yeyish uchun yashash emas, yashash uchun yeyish vazifasidan mas'ulmiz. Bizdan talab qilingan narsa hayotimizning yeb-ichishdan tashqari qolgan qismida o'zimizga yarashadigan qadriyatlarning payida bo'lish, sha'nimizga munosib muvaffaqiyatlarga erishishga harakat qilishdir. Alloh taolo umrimizni yaxshi tilaklar va sa'y harakatlar bilan to'ldirishimiz uchun fitratimizni tug'ilishimizdanoq orzu-istaklar bilan to'ldirdi. So'rash, istash inson tabiatiga tug'ilganidanoq singan. Umrbod baxtli bo'lishni, sevishni, sevilishni, ko'rishni, ichishni, hidlashni ko'nglimiz tusaydi. Yaxshi odamlar bilan birga bo'lishni, go'zal bo'lishni, ko'payishni, berishni xohlaymiz. Qalbimiz istaklarga kelganda muvozanatsiz va o'zgaruvchan qilib yaratilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganidek, odam bolasining qalbi qaynab turgan qozondan ham o'zgaruvchandir. Qalbimiz har lahzada quvonchdan qayg'uga, qanoatsizlikdan ko'zi to'qlikka o'zgarib turadi. Qaynab turgan beqaror qalbni cheksiz qudratning yaqinligidan boshqa bir sabab tinchlantirolmaydi. Yana bir jihatdan esa Alloh taolo iltijolarga ko'proq javob beriladigan muhim damlarni o'ziga xos vaqtlar ichiga yashirgan. Masalan, shulardan biri juma kunining qaysidir onlaridan pinhon. Yana bir xos on sahar paytida, boshqalari Ramazon oyida mavjud. Har bir xos payt o'ziga xos nur yomg'iri yer yuziga yaqinlashib, nurafshon bo'lishni xohlayotgan ko'ngillar izlaydigan ondadir. Ba'zan bu xos vaqtlarda Alloh taolo sizga bo'lgan mehrining bir ko'rinishi sifatida qalbingizga duo qilishni ilhom qiladi.
O'sha kunning o'sha lahzalarida qalbingiz to'satdan titrab, hayajonga g'arq bo'lib duo qila boshlaysiz. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: qachon insonga ne'mat bersak, u yuz o'girar va yonboshi ila uzoqlashar. Qachon uni yomonlik tutsa, bas, u uzundan uzun duo egasidir. Keling, hayotimiz borasida mulohaza yuritamiz. Qachon Allohga chin yurakdan yolvorganimizni esga olaylik. Kasalxona eshiklarida, qabristonlarda, dard, balo, qazo paytlarida Alloh, Alloh degan iltijolarni siz ham eshitganmisiz? To'y tomoshalarda-chi? Yoxud kayf safo ichra suzib yurganda Alloh degan kishini ko'rdingizmi? Xo'sh, balo-musibatlarni Alloh bergan bo'lsa, ne'matlarni kim berdi? O'zimizni vijdonli, sadoqatli deb o'ylaymiz-a? Mana ahvolimiz. Mashaqqatli damlarda Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan kishi yengillik va kenglikda Allohga bo'lgan rishtalarni uzmaydi. Allohning musibatidan Allohning madadiga sig'ingan kishi rahmat va ne'mat lahzalarida noshukrlik qilmaydi. Shundoq ham hayotimiz nafsimizning ado bo'lmas istaklari bilan o'tib ketmayaptimi? Kechgacha miyamizga kelib ketadigan xayollarni tahlil qila olganingizda edi, odamlar umrlarini xayol surish bilan o'tkazib yuborayotganiga guvoh bo'lardingiz. Vijdonimiz talab qilish mexanizmidek ishlayotgan, u ishlab chiqargan istaklar hayotimizni boshqarayotgan bo'lsa, bu mexanizmni shaytonning nazoratiga topshirib qo'ymasligimiz kerak. Vijdonimizni dunyo va oxiratimiz uchun foydali orzu-istaklar ishlab chiqarishga yo'naltirishimiz lozim. Yanada porlash, yanada yuksalish uchun moddiy va ma'naviy ehtiyojlarimizni duo shaklida yozib, yodlab olish foydali bo'ladi. Mahzun, ko'zimizga yosh kelgan paytlardagi holatimizni duo qilish uchun muhim imkoniyatlar o'laroq ko'rishimiz ayni muddao. Shunday qilib, Alloh taolo bilan munosabatlarimizni davomli va mustahkam tutishimiz har qanday vaziyatda biz uchun yaxshi bo'ladi. Robbimizga duo bilan yaqinlashishga odatlanish bizni materialistlikning ruhiy tanazzullaridan uzoq tutadi. Hammaga rahmat.